Sizlar bilan birga bugun yana yemagan переходlarim qilaman. Bugungi makiyaj примерно shunaqa bo'ladi, lekin katta minusi mana podvodkam tugagan. Matga olgan attarimni shunaqa qilib tugataman. O podvodka bilan nimadir qilarmiz. Hozir birinchi sochimni qilib olishim kerak. Sochim meni yuvilmagan, shuning uchun sochimni hozir yig'ib olamiz tepaga. Prichoskani eplab qilib oldim. Bu makiyajda tonni maksimalni lёгкий qilishga harakat qildim, lekin konsilerdan ayamasdan surdim. Birinchi bo'lib ko'zimga jiddiy oq teng, keyin bo'lsa pudroviy oq teng bilan fiksatsiya qilib oldim. Indoneziyalik o'rtog'im meni uyimga yaqin joyda yashaydi, shuning uchun o'shani uydan yugurib podvodka olib chiqdim va podvodka bilan shunaqa men bilmayman, qayerga tochkani qo'ydim, no o'zim xohlagan joyga tochkalarni qo'yib shunaqa dizayn qildim. И обязательно tush. Tushsiz makiyajim полноценный bo'lmaydi. Keyin bo'lsa kontring va rumyana. Shu bilan makiyajimiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.